Turmushimizni yengillashtirgan ko'pchilik kashfiyotlar uchun parizodlardan minnatdor bo'lishimiz kerak. Chunki ular 12 ta burch ichida eng erinchoq burch bo'lganliklari sababli har qanday muammoni oson yechimini qidirishgan va buni uddalashgan. Shu sababdan ham eng ko'p kashfiyotlarni parizod burchi vakillari amalga oshirishgan. Boshoq, sumbula, ya'ni parizod burchi. Quyosh parizod burchiga 22-avgustdan boshlab kiradi. Ayrim yillar esa 23-avgustdan. Buning uchun tug'ilgan yilingiz va soatingizga qarash lozim. Parizodning boshqaruvchi sayyorasi aql va ishbilarmonlik sayyorasi bo'lgan Merkuriy, toshin nefrit, ranglari esa zangori oq kulrangdir. Agarda sevgi uchburchagida raqibangiz parizod bo'lsa, u bilan olishishni aslo maslahat bermagan bo'lar edim. Sababi parizod xonimlarga chayon xonimlardagi go'zallik, qo'ylardagi joziba va arslon xonimlardagi dominantlik shart emas. Chunki ular Merkuriy bolalari bo'lganliklari sababli ularga kuchli aql va makr berilgan. Agar pari makrini ishga solsa, u har qanday erkakni yo'ldan adashtirib, telba qilishi va har qanday ayolni changida qoldirib ketishi mumkin. Bekorga ularni pari deyishmagan. Qadimgi afsonalarga ko'ra, sahroni kaftiday biladigan Manaman degan beduinlarni ham aynan parilar yo'ldan adashtirib, telba qilishgan. Parizod burchining erkagi ham, ayoli ham vafodorlikda tog' ichkisi burchidan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Chunki ular barqaror sayyora bo'lgan Yer unsurida bitta trigonda joylashgan. Yana parizodlar suv burchi vakillari bilan yaxshi chiqishadi va juda mos juft hisoblanishadi. Agarda farzandingiz parizod bo'lsa, unga "Bolam, senga ishonaman, sen albatta uddalaysan" degan gaplaringiz aslo ruhlantirish bermaydi. Chunki u erinchog'i o'ziga ishongan bo'lganligi sababli buni yaxshi biladi. Lekin unga bir marta bo'lsa ham "Seni qo'lingdan kelmaydi" deng, u buni albatta uddalab keladi. Chunki u 12 ta burchning ichida eng qaysar burch hisoblanadi. Parizodlar yig'ishtirishni, ozodalikni va mulkchilikni yaxshi ko'radigan boshoq burchi vakillaridir. Parizod xonimlar arslon xonimlarga o'xshab uyni mebelga to'ldirishni emas, aksincha muzlatgichni oziq-ovqatga to'ldirishni yoqtiradilar. Chunki ular tunda ovqatlanishadi yoki juda bo'lmasa ermak qilib o'tirishadi. Parizod xonimlarning muzlatgichi to'lmaguncha ko'ngillari to'lmaydi. Har doimgidek eng qiziqarli ma'lumotlarni video ostida yozib qoldiraman va ushbu videoni parizodlarga jo'natib qo'yamiz. Aytgancha, keyingi videoyim aynan qaysi burch haqida bo'lsin. Izohlarda fikrlaringizni kutib qolaman.